4 uyni jilta turgan pechkamiz inshaalloh. Bir koridori menen qo'sha, koridor takji dushi ham bor. O'shunday pechkaning ichine kotel tig'ib jasab berdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi xizmat o'sh, keneshda bo'lib qoldi inshaalloh. Duvaldan ko'p sirtqa chiqarib olgan holda. Nemetskaya sistemada 3 оборотni qilib, ekuni o'rtasına pechka solib berdik. Takji uni ichine shunday bo'lgan kotelni uстановкасын qilib berdik inshaalloh. Endi podacha обратка keladi. Mana yoqlardan ketadi tag'in. Planlarni ele ko'rsatib qo'yayin. Xo'p, takji mana uyga radiatordan keragi yo'q. O'zi pechka so'nin qilib jiltib beradi. Mana komnata detskiy bo'ladi o'xshaydi. O'shaga bir 10 talik yoki 15 talik radiatordan chiqadi. Bunaqa bir 15 talik radiatordan chiqadi. Anan bir bu yoqda dushimiz bor. Dushga dele ulanadi. Mana koridorga dele bir radiator qo'yiladi inshaalloh. Xo'p, bizning yumush shundaydan iborat bo'lib qoladi. Pechkani jasatib ichine kotelni tig'ib turib, podachasini chiqarib beramiz. Inshaalloh svachik ballarda ele söyleshib qo'yganmiz. 1 juma 10 kunning ichida qolgan жұмыштарын qilib beradi. Butgan videosini ele ko'rsatib chiqarib qo'yamiz inshaalloh. Baylanishda bo'lib turasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa 559 62 62 42 WhatsAppdan chiqaverasizlar. Kengri. So'ranish WhatsAppdan chiqqila, WhatsAppdan SMS yozinglar.